Assalomu alaykum do'stlar. Amerika haqiqati, real hayot, real Amerika. Mana bugun do'stlar, pochtaga qandoq murojaat qilinadi, pochtaga qanday narsa topshiriladi. Bugun bitta narsamiz eBaydan sotilibdi. Shuni sizlarga qanday jarayonlarni kechishini sizlarga bugun ko'rsatib beraman. eBayda men savdo qilaman. Ba'zan da narsa sotilib qoladi. Mana bunday qilib upakovka qilib jo'natiladi. Mana chiqarib beradi. Shuni hozir yopishtiramizda. Mana shu narsani tashlab kelamiz pochtaga. Mana aziz do'stlar, pochtaga yetib keldik. Hozir kiramiz. Hurmatli kuzatuvchilar, mana pochtadan qaytyapman. Pochtaga topshirish jarayonimni pochta xizmatchilari videoga olgan qo'yishmadi. Mana aziz do'stlar, tashlab keldik. Jarayon mana shunday davom etadi.